Kia Sportage brendning eng taniqli krossoverlaridan biri va bugun bizda uning yangilangan versiyasi. Birinchi ko'zga tashlanadigan jihati bu yanada jasur va texnologik ko'rinishga ega bo'lgan dizayn. Yulduzlar xaritasi shaklidagi brend yoritgichi Kianing yangi avlod xarakterini ta'kidlab turadi. Futuristik chiziqlar, zamonaviy panjara va ishonchli ko'rinish. Sportage kuchli va zamonaviy ko'rinadi. Kapot ostida 2.5 GDI dvigateli joylashgan bo'lib, u ajoyib dinamika va tejamkorlikni ta'minlaydi. To'g'ridan to'g'ri yoqilg'i purkash tizimi va moy darajasi datchigi dvigatelning ishonchliligi va samaradorligini oshiradi. 8 pog'onali avtomat uzatmalar qutisi bilan birga bu dvigatel ravon va ishonchli tezlanishni taqdim etadi. E-handling tizimi burilishlarda ideal trayektoriyani ushlab turishga yordam beradi. E-ride esa notekisliklarni tekislaydi va hatto yo'lning murakkab qismlarida ham sayohatni qulay qiladi. Salonda zamonaviy qulaylik muhiti yaratilgan. 12.3 dyuymlik katta egilgan ekran, raqamli asboblar paneli va yangi CCNC multimedia tizimi Connected Car Navigation Cockpit. Bu tizim navigatsiya boshqaruv va onlayn xizmatlarni birlashtiradi. Tez ishlaydi va havo orqali yangilanadi. Ikkinchi avlod kaliti esa avtomobilni to'g'ridan to'g'ri smartfondan boshqarish va ochish imkoniyatini beradi. Xavfsizlik esa premium darajasida. Ikkinchi avlod trassada harakatlanish assistenti avtomobilni yo'l chizig'ida ushlab turadi va oldingi transport bilan masofani nazorat qiladi. Yo'l chizig'ida ushlab turish tizimi avtomobilni yo'l markazida boshqaradi. Oldindagi to'qnashuvlarning oldini olish tizimi esa piyodalar, velosipedchilar va qarama-qarshi yo'ldagi avtomobillarga javob beradi. Har qanday yo'lda ishonch bilan harakatlanishingizni ta'minlaydi. Va albatta, komfort. Salondagi bezaklar kontur yoritish va Harman Kardon premium akustikasi bilan jihozlangan va bularning barchasi avtomobildagi sayohatni zavqli qiladi. Yangi Kia Sportage dizayn, texnologiyalar va boshqaruvning mukammal uyg'unligi. Yangilangan Kia Sportage bilan Kia O'zbekiston dilerlik markazlarida tanishing. Sizning yo'lingiz aynan shu yerdan boshlanadi.